shu bunyodkorlik ishlarida qatnashayotganimdan faxrlanaman. Qurilish nazorati sifatida shunda ishtirok etayotganmiz. Tarixiy shaharlar quryapmiz. Albatta shu prezidentimiz tashabbusi bilan, prezidentimizning qarorlari bilan shu katta shaharlar aytmoq oson, oddiy bunaqa dasht bo'lgan joyda mana shahar bunyod etilyapti. Shu shaharlar qurilishida shu ishtirokchi bo'lganimdan faxrlanaman. Eko shaharimizda, Yangi O'zbekiston massivining eko shaharchasida 250 o'rinlik musiqa va san'at maktabini qurilish montaj ishlari davom etyapti. Bugungi kunda hozir 70 dan ortiq ishchi, xizmatchilar mehnat qilyapti, quruvchilar. Bu yil Xudo xolasa farqli qilib bitkazib, foydalanish topshiriladi. Eko shaharimizda shu birinchi etapida 39 ta 7 qavatlik, 43 ta 9 qavatlik uylar qurilib bitkazib, foydalanishga qabul qilindi 2024-yilda. Endi bugungi kunda hozir bu yilga 12 qavatli, 16 qavatli uylarimiz ijro etishda belgilangan. Bu yil foydalanishga qabul qilinishi, topshirilishi. Hozirda o'sha 12 qavatli, 16 qavatli uylarimizda qurilish montaj ishlari davom etyapti. 14 qavatli IT park qurilish montaj ishlari bugungi kunda boshlangan. Bu 14 qavatdan iborat IT parkimiz o'sha kutubxona hamda til o'rganish markazi o'z ichiga olgan. Bugungi kunda qurilish montaj ishlarini sifatini kunlik nazorat qilinayotganmiz inspeksiya tomonidan. Kunlik nazorat ishlarini olib boryapmiz. Shaharda qurilayotgan ekspo markazimiz o'z ichiga o'sha 50 ming kvadrat joyda qamrab olgan mana shu hududda. Bunda mana ofis binosi, majlislar zali, ovqatlanish, kelgan mehmonlarni ovqatlantirish restorani mavjud. Bu tomoni mana ko'rsatgan tomonimiz 7000 kvadratdan ortiq o'sha ko'rgazmalar zallari 7000 kvadrat joyda egallagan. Bugungi kunda mana 270 dan ziyod quruvchi muhandislar mehnat qilyapti shu binoyimizda.